Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badanidan qon oqyapti. Tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, hushiga kelmagan, hamma yoqdan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi. Shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotganida o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan tolib ilm edi. Har dushanba roza tutar edi. Har dushanba roza tutib, qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba. Ana shu ziyoratga ketishdan avval ana shu o'zi yashaydigan shaharda xayriya son tarqatadigan tashkilotlarga borar edi. Mashinasiga siqqanicha xayriya sonni yuklab, buvisini qishlog'idagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib, keyin buvisini oldi.